Assalomu alaykum, hurmatli Haqiqat ovozi kanalini kuzatuvchilari. Qariyb 3-4 kundan beri kibernetik olim Vahob bobomizni loyihasi millionlagan tomoshabinlarimizni, yurtdoshlarimizni qiziqtirib qo'ydi. Bu loyihani ovozasi bugun juda ko'p insonlarga yetib bordi. Juda ham ko'p xalqimizni, yurtdoshlarimizni qalbida ishonch paydo bo'ldi. So'nib borayotgan shamlari yonganday bo'ldi. Qalblarida chiroq yondi desak mubolag'a bo'lmasa kerak. Men ham shu qatori umid bog'layapman. Inshaalloh Xudo xolasa Vahob bobomizni o'sha loyihasi hayotga tatbiq etilib, prezidentga yetib borib, Xudo xolasa shu yurtimiz eng rivojlangan mamlakatlar qatoriga kirishida Allohdan kechayu kunduz so'rayapman sizlar qatori. Umid qilyapman. Va shu bilan birgalikda bugun qizg'in bahslar amalga oshyapti. Videolarni tarmog'imga joylaganimdan keyinsiga to'g'risi Telegram kanallarimizga juda ham shu otaxonimizni so'rab xabarlar keldi. Shu xabarlarni orasida meni diqqatimni alohida tortgani Hikmatillo degan do'stimizni xabari bo'ldi. Yana kim ovozli xabari. Men uni o'qiganimdan keyin Hikmatillo bilan bog'landim. Baxtimizga Hikmatillo Toshkentda ekan. Biz ular bilan telefonlashdik. Kecha mana biz efirni amalga oshirdik. Jonli efir bo'ldi. O'zlaring kuzatdilaring. Buni ham juda ko'pchilik yurtdoshlarimiz qizg'in qabul qildi. Daji mana shu promoy efirimizda, jonli efirimizda hech qachon ko'rsatilmagan ko'rsatkich, ya'ni kim 6000-7000 odam jonli suhbatni tomosha qildi. Undan tashqari mana 200 mingga yaqin hozircha odam, albatta bu video tomosha qilindi. Undan dalshi tomosha qilinishini bilamiz. Demoqchimanki, Hikmatillo shu ijtimoiy tarmog'imiz, ya'ni kim Telegram kanalimiz orqali bizga chiqqandan keyinsiga u yigit bilan suhbatlashib, mana ko'rishdik. O'sha Real Soft degan kompaniyani direktori ekan Hikmatillo Nasrullayev. Nihoyatda bilimli yigit, o'zini tutishi, dunyo qarashi keng yigit ekanligidan bizni qalbimizdan joy oldi va o'sha Real Soft kompaniyasini binosida bizga sharoit qilib berdi. Bu jonli efirni ko'rdilaring. Bahs tugamadi. Asosiysi endi boshlandi. Niyatimiz shu otaxonimizning loyihasi haqiqatdan bizni qalbimizga umid uyg'otganchalik real hayotda amalga oshsa, haqiqatdan loyiha zo'r bo'lib, yurtimiz eng rivojlangan mamlakatlarning qatoriga qo'shilsa, bunda bizni ozginagina hissamiz qo'shilsa, nihoyatda baxtli bo'lamiz. Yurtdoshlarimiz deylikki, o'sha biz orzu qilgan eng tinch, eng baxtli, eng farovon mamlakatda yashash baxtiga muyassar bo'lsa, biz buni deylikki sababchilardan biri bo'lib qolsak, biz ham baxtlimiz. Shuning uchun do'stlar, bu videoga ham maksimal darajada like deb bosasizlar, fikrlaringizni bildirasizlar, maksimal darajada tarqatishga harakat qilinglar. Bu juda katta qamrovga ega bo'lib, juda ko'pchilikni diqqatini, e'tiborini tortsa, Xudo xolasa prezidentimizga yetib boradi degan umiddamiz. Endi qisqasi do'stlar, chorshanba kuni, bugun dushanba bo'lsa, chorshanba kuni Real Soft kompaniyasini binosida majlislar zalida katta konferensiya bo'ladi. Biz shunga kelishdik. Biz bu konferensiyaga soat 7 da boshlanadi. Kechki payt ishdan keyinsiga 7 ga mo'ljalladik. Konferensiyaga O'zbekistondagi eng yirik mutaxassislarni, qolaversa ITchilarni, kibernetiklarni, umuman kompyuter sohasida o'zini as biladigan mutaxassislarni jalb qilmoqchimiz. Vahob bobo o'zini o'sha loyihasini katta ekranda prezentatsiya qilmoqchilar va Xudo xohlasa biz umid qilyapmiz Vahob boboni o'sha loyihasi mutaxassislar tomonidan ham haqiqatdan zo'r loyiha deb qabul qilinishini umid bog'layapmiz. Vahob bobo aytgandek, yurtimizdagi barcha jabhadagi deylikki ilg'orlikni o'zini ichiga jamlagan loyihasi qolgan o'sha butun O'zbekistondagi yetuk mutaxassislar internet
olamidagi yoki bo'lmasa IT olamidagi, kibernetika olamidagi mutaxassislarni haqiqatdan lol qoldirsa, haqiqatdan loyiha zo'rligiga ishontirsa, nasib eng katta qadamni qo'ygan bo'lamiz. Undan keyinsiga nazarimda prezidentning oldiga kirib borish hech narsa bo'lmay qoladi degan fikrdamiz. Shuning uchun chorshanba kuni bemalol Real Soft kompaniyasini manziliga soat 7 dan keyin kelishlari mumkin. Qolaversa, vazirliklarda faoliyat olib borayotgan mutaxassislar ham, ya'ni olimlar, har qanday fanlar akademiyasini a'zolari xohlasanglar kelinglar, taklif qilamiz. Vahob bobo bilan ochiqdan ochiq bahsga chiqinglar. Iloyim Vahob boboning loyihasi o'zlari aytganda yurtimizga juda katta foyda keltirishini biz ham umid etamiz. Haqiqatan sizlar mana shu Vahob boboni loyihasini qabul qilsalaring, birgalashib prezidentga olib chiqib, buni hayotga tatbiq qilib, yurtimizdagi millionlagan kelajakdan umid qilayotgan insonlarning qalbiga biz nur bag'ishlashimiz kerak bo'ladi. Bugun shu fursatdan foydalanib efirga chiqqanimizdan keyin mana Hikmatjonga o'xshagan bir fidoyi, vatanimizni kelajagi uchun fidoyi bo'lgan yigitlar mana yonimizga qo'shilyapti. Boyagi bahs, jonli bahsimiz ham ko'pchilikka ma'qul keldi. Mana ustoz siz ham so'zni eshitdingiz. Hammamizga bu suhbat asosiysi zo'r qadam bo'ldi deb tushunyapman-da. Va Hikmatjon bizga mana hamma sharoitni yaratib beryaptilar. Mana shu katta ekranda prezentatsiya bo'ladi. Mana bu yerda Otabekjon o'zi yaxshi tushunadi va tushuntirib beradi o'sha kuni loyihani. Bu yerda xohlasak mana televideniyalar, marhamat kelinglar, ko'rsatinglar, butun O'zbekiston ko'rsin. Prezidentga yetib borishlik uchun bu zo'r qadam bo'lyapti va mana shu joyda hamma sharoit bor ekan, mikrofon, kamera, hamma sharoit bor. Faqatgina o'sha ITchilar, o'ziga ishongan, domlani loyihasi bilan bahs yuritishga tayyorman deganlar marhamat bemalol kelishinglar mumkin. To'g'rimi? YouTube'da translyatsiya qilsak ham bo'ladi menimcha. Ha, promoya. Agar Zoom'da ehtiyoj bo'lsa, viloyatdagi masalan mutaxassislar yoki davlat idoralari mutaxassislari borib qatnasha olmaymiz, Zoom'dan qatnashishimiz mumkin desa, Zoom orqali ham qatnashsa bo'ladi. Ha, ana. Bu deganiki o'sha kommentariyaga yozib qo'ysangiz, kommentariyaga Zoom'ni nimasini, havolasini bersangiz, bemalol xohlovchilar kirib qatnashishlari mumkin. Biz Zoom'dan imkoniyat beramiz. Bo'lmasa, men deylikki juda o'zim tushunavermayman. Men chorshanba kuni bildim. Siz masalan o'zingiz kompyuterchi, masalan ITchi demoqchimanki, siz meni kanalimda ham promo efir, ham jonli Zoom, deylik VKS orqali bog'lanish mumkin bo'lgan vazirliklardagi o'sha mutaxassislarni ham kela olmasa, marhamat Zoom orqali chiqish mumkin. Hammasini syomkasini o'zingiz tanlab berasiz va saytlarini ham to'g'rilab berasiz. Buni e'lon qilamiz albatta. Zo'r fikr bo'lyapti va shu vazirliklardan aynan Vahob bobomizni mana shu masalasi bo'yicha bahsga chiqadiganlar vazirliklardan ham keladi. Toshkentdamiz, markazdamiz. Adresni yana bir tushuntirib yuborasiz. Yandex kartani ochasizda Real Soft deb yozasiz, manzilni ko'rsatadi. Yunusobodda. Toshkent shahri Yunusobod tumani kichik halqa yo'lida Bodomzordagi Esbosh markazi yonida. Bo'ldi. Uskomnadzor tashkilotimi? Nazorat inspeksiyasi. Men bitta iltimosim bor, shu sohaga befarq bo'lmagan mutaxassislardan, bu davlat tashkilotlari bo'ladimi, xususiy sektordagi IT mutaxassislar bo'ladimi? Bitta iltimosim bor. Men kibernetikadan ozroq bo'lsa ham xabarim bor bo'lgan odamman. Bizni bugungi kundagi IT mutaxassislarimizga aynan kibernetikani fundamental ilmlari yetmayapti. Hurmatli mutaxassislar, agar 1 soat, 2 soat vaqtlaringizni ajratib, mana ustozni 40 yil, 50 yil davomida qilgan mehnatlarini kibernetika bo'yicha olgan ilmlari asosida O'zbekistonni qanday raqamlashtirsa bo'ladi deb qanday jamiyat ham bir katta oilada shu katta oilani qanday boshqarish kerak o'zi degan ustozni hamma yozib, chizib, g'oyalarini qog'ozga tushirib tayyor qilib qo'yibdilar, prezentatsiya qilib. Shu narsani kim imkon topib, IT mutaxassislari imkon topib shu narsani 1-2 soat vaqtini ajratib agar ko'rsa,
ustozi demak master klasslari, mahorat darslarida qatnashsa, o'zi uchun juda ham foydali, manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Va jonli efirda to'g'ridan-to'g'ri ustoz bilan savol-javob qilish imkoniyatidan foydalanishlari ham mumkin bo'ladi. Demak, hozir ko'pchilik yozibdi. Kibernetik olim hammaga tinchini buzdi deyapti. Ha. Shunday bo'ldi. Demak, biz chorshanba kunga belgi qildik. Ya'ni 2025-yilning may oyini qaysi kuniga to'g'ri kelyapti? 7-may kuniga to'g'ri kelyapti. 7-may bizga o'ngroq bo'lgani, какой-то mana shu ish vaqti tugagandan keyinsiga mana shu 7larga, 8larga mana shunaqa paytlarda yig'ilsak hammaga ma'qul keladi, to'g'rimi? Ishdan chiqib ham kelaveradi, uncha odam, to'g'rimi? Mana shu joy, mana Hikmatjon aytgan adresda Realsoft deb yozasizlar, kelamiz. Realsoftning ma'nosini siz aytib bering, ustoz, nima dedingiz? Real endi bu haqiqiy ma'nosida soft degani bir yumshoq. Ya'ni masalan uchun notiqlik san'atida soft skills degan narsa bor. Bu ya'ni mahorat, skills degan mahorat, demak, shuni yetkazishda shoshmasdan, chiroyli qilib, jahl bilan, qiziqishgan bilan hech narsa bo'lmaydi. Mana shuning uchun bu albatta aqlga ishorat qilganda kaltak deydi, lekin og'aga qizishib ketadi. Chunki ko'p joyga borib charchadi bu yoq. U qildi. Shunga yo'q, sizlar bilmaysizlar u degan gaplarni albatta bizni tinglab tomosha qilayotganlar to'g'ri tushunadi degan ilinjdaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, doimo biz tomon bo'linglar. Salomat bo'lasiz. Bo'ldi. Demak, chorshanba kuni o'zim ham hali jahldorman, o'zimni qilmayman, qizishib yuraman, menga ham tegishli bo'lyapti. Ha, yana bir narsa azizlar, boya aytganimizdek, biz bugungi kunda murojaatlar bilan yurib, odamlarda dardi hasratini olib chiqib, ba'zi mansabdorlarning, ba'zi mulozimlarni ko'ziga yomon ko'rinib qoldik. Rosti biz ham odam tanamiz charchab ketdi, miyalar charchab ketdi, vujudlar charchab ketdi. Shuni hisobidan ki yo'nalishimizni maksimal darajada o'zgartirishga harakat qilyapmiz. Shuning uchun ilojim yo'q. Do'stlar, to'g'ri tushunasizlar. Qandaydir bola chaqamga qarasam, norasida go'daylarimga qarasam, ularning kelajagi men bilan bog'liq. Menga bir narsa bo'lsa, institutni bitirgan o'g'limni ham kelajagi kuyib ketishi mumkin, qizimni ham kelajagi kuyib ketishi mumkin. Shuni hisobidan yo'nalishni halollik darajasida o'zgartirishga harakat qilyapman. Kimdir yo o'tirib olib qimor deyapti, boshqa deyapti. Mendan boshqa mana nechta blogerlar shu o'yinni amalga oshiryapti. Hech kimga masalan e'tiroz yo'q. Kommentariyalarga kirib ko'rsalaring, hech qanaqangi bir ochiqcha gap yo'q. Qaytanga bir kambag'al yillar mobaynida deylikki niyat qilgan o'sha orzulariga yetyapti, mashinador bo'lyapti, qimmatbaho pullik bo'lyapti. Shuning uchun biz o'yinni boshlaganmiz. Bizda to'g'risi kommentariyada har xil gapni gapirsalaring ko'ngilga botadi. O'rnimga o'zlaringni qo'yib ko'rsalaring, meni tushunasizlar. Men mana shu o'yinda haqiqatan qayta surishtirib halol, ya'niki masalan bitta Tracker, ikkita Cobalt, 3 ta Damas qo'ygan bo'lsam, bozor narxini qo'yib chiqaryapmiz. Erta o'sha 6000 ta bilet bo'layotgan bo'lsa, 6000 ta o'yindan kimnidir baxti chopib shu mulkni egasi bo'ladi. Hammamiz bir kambag'alga yoki bir do'stimizga, bir birodarimizga o'sha mashinani sovg'a qilgandek bo'lamiz. Buni to'g'ri tushuninglar. Bizga faqatgina o'sha mashinani bozordagi tan narxidan foydasi qolyapti, xolos. To'g'risini aytib, mana o'yin qilyapman. Bir xillarga o'xshab aldaganim yo'q. Har bitta mashinani hujjati qo'limda, o'zim notarius qilib beraman. Shuning uchun kommentariyada silka turibdi, ya'ni kim omadli odamlar, o'sha orqali yo'lbarslar jamoasiga a'zo bo'lasiz. U yerda biz siz bilan jonli muloqotda bo'lamiz va o'sha WhatsApp raqamlarimiz ham turibdi. Yordamchilarimiz bizni jamoamizning a'zolari bilan telefonga bog'lanib, mana shu o'yinga qo'shilishinglar mumkin. Tez kunlarda o'yin уже amalga oshadi. Kommentariyada har xil fisqi fasod qiladiganlarga gapiga e'tibor ham berishim mumkin emas, ya'ni bermayman ham e'tibor. Chunki baribir shu narsaga o'tib ketmasam bo'lmaydi. Meni ham уже boya aytganimdek vujudim charchadi. Nihoyatda shu tinchgina odamlarga shodlik ulashishni niyat qilyapman. Shuning uchun mana shu kommentariyadagi silkaga kirsalaring, hamma dalniylar shu yerda bor. Pul yutuqlari bor, 10,000 rubldan, 5,000 rubldan yerda hamma sonlari ko'rsatilgan. Marhamat, bizni hurmat qilgan insonlar, bizga ishongan insonlar shu
Telegram kanalimiz ham rivojida o'zlarini hissasini qo'shadi degan umiddamiz. Hammaga rahmat, salomat bo'lasizlar.